Assalomu alaykum. Men Ashimov Nurjon, Toshkent kimyo texnologiya institutining neft va gazni qayta ishlash texnologiyasining 22-21 guruh talabasi bo'laman. Mening vazifam moy xom oshyosining fenol bilan tozalash qurilmasi texnologiyasining sxemasidir. Fenol tozalash qurilmasi bu moy xom oshyosining aralashma fenol tozalash murakkab texnologiyaning tizimidir. Jarayonda birinchi nasos orqali ikkinchi isitgich yetkazib beruvchi apparatga yuboriladi va uchinchi bo'g'rik burgatgichga yuboriladi va beshinchi apparatga, ya'ni atsoberga yuboriladi. Bu yerda harorat 110-115 gradus atrofida bo'lib, azotrop yordamida fenol va xom oshyosining absorpsiya yordamida bo'linadi. So'ngra to'yingan fenol xom oshyosini 10-chi ekstraksiya yordamida kolonnaga yuboriladi. Bu yerda kolonna yordamida fenol aralashmasi harorati 110-115 gradus atrofida bo'ladi. Kam qovushqa asosida xom oshyo 50 gradus atrofida bo'linadi. Ajratilgan eritma 27-chi kolonnaga o'tib, u yerda suvdan tozalanib kolonnaga yuboriladi. Azotrop yordamida past erituvchi eritma yordamida yuviladi. Bular bir-biriga qatnab 5-chi atsobiga yuboriladi. Keyinchalik eritma 32-burgach kolonnasi yordamida bu yerda kolonnaning eritma gradusi 250-260 gradusgacha qizdirib fenol bulardan ajratiladi. Fenol bular ajratilgan 25-chi kolonnaga qaynatgich kolonnasiga yuboriladi. Oxirida fenol 28-chi kolonna yig'ilib, keyin ekstrakt rezervuarga yuboriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.